narsada men hozir ko'chada yuribman ishlarim bilan. Etga betga bolam pachimchikka tashladim. Hozir go'zallik saloniga ketyapman. Ko'chada mana kun isida ko'chada odamlarning qo'lida, hammaning qo'lida 2 litrli Pepsi, mizde kola. Sanab chiqsa, umuman butun O'zbekiston bo'yicha hammani bitta sanab chiqsa, bir 50 tacha, uzog'i 100 tacha detox va nutritsiyologlar chiqsa kerak bizga, undan ko'p emas. Va men har doim aytaman, bu yetarli emas. Isboti mana odamlarga umuman ta'sirimizdan o'tkazishga kuchimiz yetmayapti. Nega? Chunki butun o'zbek xalqi, o'zbegim hozir agressiv reklamaning tagida. Qo'pol qilib aytganda, hozir O'zbekiston ahlini Pepsi bilan ko'lni burchaga otdi. Bu shunaqa gap. Bu yoqda shakar zarar haqida millionta odam gapiryapti, o'zbek platformasida, rus platformasida. Lekin baribir odamlarning qo'lida, hammaning qo'lida kun isidami Pepsi bilan kola. Chunki shakarga qarshi agitatsiyani oldida mana bu ularni agressiv reklamasini kuchi juda ham kuchli qoldi. O'zbekiston ahlini Pepsi Coladan chiqarish uchun minglab, kerak bo'lsa millionlab nutritsiyolog va dietologlar va sog'lom turmush tarzini targ'ibotchilari kerak. Biza O'zbekiston qandli diabet asorati bo'yicha, unda o'lim bo'yicha birinchi o'rinda turamiz. Chunki bizning O'zbekistonda shakarli mahsulotlarning reklamasi, agressiv reklamasi juda ham kuchli va nutritsiyologlar, dietologlar qo'l bilan sanaydigan juda ham kam. O'shaning uchun ham hozir birinchi o'rinda, sharmandali birinchi o'rinda turibmiz bu bo'yicha. O'shaning uchun yangi chiqishga kelayotgan ekspertlarni xeytlamasdan maksimum podдержка qilish kerak. Magistraturalarni ochish kerak, yangi institutlar ochish kerak, dietologiya instituti ochish kerak. Ijtimoiy roliklar qilish kerak, televideniyega, radioga, mana shakardan qaytaradigan ijtimoiy roliklar, chanqaganda suv ichishga chorlaydigan ijtimoiy roliklar qilish kerak. Ozgina cheklash kerak minutlarini mana shu Pepsi Colalar bilan. Bo'lmasa umuman foydasi yo'q.